Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Gollandiyadagi lager shohidimiz Qalbinur Sidiq va Fransiyadagi lager shohidimiz Gulbahor Xotivachilarning 13-iyun chaqirilgan 2023-yillik Oslo erkinlik munbarida qilgan ta'sirli nutqi minglagan yig'in ahlini dahshatga tushirdi. Lager shohidlarimizning nutqi oxirlashgandan keyin yig'in ahli o'rinlaridan turib qizg'in olqish yangritish orqali o'zlarining irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqiga bo'lgan cho'nqir hissdoshligi va qo'llashini ifoda qilishdi. Lager shohidlarimizning nutqi Dunyo qurultiyi London ishxonasining direktori Rayma Mahmud xonim tarafidan inglizchaga bevosita tarjima qilib berildi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining muxbiri, algi tonilgan vatanparvar jurnalist Gulchehra Xo'ja va Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhomlarmi yig'in qatnashchilar orasida edi. Dunyoning har qaysi joylaridagi muhim kishilik huquq masalalari va hokim mutlaq hukumatlarning eng yaqin ahvoli ustida munozaralar bo'ldigan, shundaqla har qaysi davlat va rayondan kelgan tonilgan shaxslarni, kishilik huquq faoliyatchilari va siyosat, savdo sohasidagi arboblarni jam qildigan muhim xalqaro so'rinlarning biri bo'lgan 2023-yillik Oslo erkinlik munbarida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yana bir qatim kun tartibga keldi. 2 nafar lager shohidimizning sahnaga birlikda chiqib so'zlagan ta'sirli nutqi yig'in ahlini zilzilaga soldi. Ular o'zlari bevosita shohid bo'lgan, beshidan o'tkazgan voqealarni so'zlash orqali Uyg'urlar bugungi kunda yo'l qo'ygan irqiy qirg'inchilik fojialarini, lagerlarda sodir bo'layotgan insoniyat qarshi jinoyatlarni anglatgan. Gulbahor Xotivachi xonim so'zida o'zining Fransiyadan pensiya rasmiyatlariga qo'l qo'yish bahonasi bilan chaqirtib kelingandan keyin Xitoyning qiyin qistoqlari bilan odam to'plab jamiyat tartibini buzgan degan qalpoq kiydirilib, lagerga solingandan tortib qutqizilib chiquvchi bo'lgan orliqda tortgan azoblarni bayon qilgan. Qalbinur Sidiq xonim bo'lsa o'zining dastlabda erlar lageri va keyin yetkab opirilgan ayollar lagerida o'qituvchilik qilish jarayonini ko'rganlarini, lager tutqunlari uchirgan inson qalbidan chiqqan muomillarni bayon qilgan. Ular yana o'zlari chet elga qutulib chiqqandan keyin bu zulmni dunyoga oshkorlaganlik uchun qanday badallarni to'laganligini bayon qilganda zol ichida guldiros olqishlar yangragan. Qalbinur Sidiq xonimning deyishicha, bu qatim yig'in ilgari o'z qatnashgan har qanday yig'indan bekrak cho'ng ta'sir paydo qilgan. Nurg'un kishilar ularga hissdoshlikni ifodalagan bo'lsa, yana nurg'un vakillar ularni o'z davlatlariga taklif qilishgan. Gulbahor Xotivachi xonimning deyishicha, ular Oslo erkinlik munbarida so'zlashga taklif qilinganda har bir so'zligiga berilgan 5 minutdan unumli foydalanib, Uyg'urlar yo'l qo'yotgan zulmni atrofliq yoritib berish uchun tirishgan. Lager shohidlarimizga tarjimonlik qilgan Rayma Mahmud xonimning deyishicha, bu ikki lager shohidi yig'indan keyin xalqaro axborotlarning orqa-marqadan kelayotgan ziyorat talablari bilan bekma aldirash bo'lib ketgan. Oslo erkinlik munbari dunyoning har qaysi joylaridan kishilik huquq, demokratiya, fikr va so'z erkinligini ilgari surishda boshlamchilik rol o'ynayotgan siyosat va tijorat sohasidagi kishilar yig'ildigan so'rin bo'lg'achqa, lager shohidlari yig'indan keyin uchrashuvlarda ulardan Uyg'urlarning faoliyatlarini qo'llashni talab qilgan. Qalbinur Sidiq va Gulbahor Xotivachi xonimlar Oslo erkinlik munbarida qilgan so'zlarining oxirida Xitoy hukumatı yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi davomli kurash qildiganligini ta'kidlashgan hamda dunyo jamoatchiligini Uyg'urlar bilan bir safda turishga da'vat qilgan. Ularning bu so'zlari anglag'uvchilarni qattiq ta'sirlantirgan bo'lg'achqa, zal ichidagilar nutqda oxirlashmay turibla o'rinlaridan turib to'xtamay olqish yangiritib, bu ikki qahramon ayolga hurmatini ifodalagan. Oslo erkinlik munbari 2009-yili bosh shtabi Nyu-York shahridagi kishilik huquq fondi tarafidan tunji qatim yo'l qo'yilgan bo'lib, u hozir xalqarodagi nurg'un muhim shaxslarni bir yerga jam qildigan nopozliq so'ringa aylangan. 12-iyun kuni bo'lsa, Xalqaro Uyg'ur akademiyasining bosh raisi va Dunyo qurultiyining oliy maslahatchisi Rishad Abbosning singlisi hamda Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkiloti boshlig'i Roshan Abbos xonimning hadisi, navbatda Xitoy turmusida yetayotgan doktor Gulshan Abbos xonimning 61 yoshlik tug'ilgan kuni. Bu kunda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan majburiy g'oyib qilib etish, lager va turma jazolarini o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilik siyosati yana bir qatim qattiq ayblandi va Xitoy hukumatidan Gulshan Abbos xonimni qo'yib etish talab qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Matthew Miller 12-iyun kuni Twitter orqali e'lon qilgan uchurida Gulshan Abbos xonimning erkinlikka chiqarilishi lozimligini eskartib mundaq degan: "Bugun Gulshan Abbosning turmada o'tkazgan 5-tug'ilgan kuni.
Uning turmaga tashlanishi Xitoy Xalq Cumhuriyatining Şinjandagi musulmon Uyg'urlar va boshqalarga qaratgan va hilam davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatining bir qismidir. U darhol qo'yib berilib, oilasidagilar bilan jam bo'lishi kerak. 12-iyun yana Amerika Tashqi ishlar ministrligining diniy ishlar alohida elchisi Rashad Husayn apandimmo Twitterda uchur e'lon qilib, Gulshan Abbos xonimning tug'ilgan kunini xotirladi. U Twitter uchurida Gulshan Abbosning farzandlari, qarindoshlari va nevaralarining uning bilan jam bo'lishni orzu qilganligini ta'kidlagan va Xitoy hukumatı Gulshanni insonparvarlik nuqtasidan turib turmadan qo'yib berish kerak degan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq elchisi Linda Thomas Greenfieldmo 12-iyun Twitterda bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatı Gulshan Abbos va boshqa vijdon mahbuslarini darhol qo'yib berish kerak deb eskartgan. Uyg'ur Hareket Tashkiloti boshlig'i Roshan Abbos xonim matbuotlar qilgan so'zida hadis Gulshan Abbosning turmada tutib turilishining o'xshash qismatlarini yashayotgan boshqa millionlagan Uyg'urning hikoyasiga vakillik qilganligini eskartdi. 12-iyun kuni doktor Gulshan Abbos xonimning tug'ilgan kuni munosabati bilan yana Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlar komiteti, Amerika Xitoy strategik raqobat favqulodda komiteti qatorliqlar va hamda yana Davlat Majlisi a'zolaridan Yon Kim xonim, Raja Krishnamurti qatorliqlarmo bayonot e'lon qilgan. Yon Kim xonim bayonotida Gulshan Abbos Uyg'ur bo'lganligi uchun tutqun qilingan. Men Xitoy Kompartiyasining haqsiz yerga tutilgan Gulshan Abbosni darhol ozod qilishga chaqirman degan. Bulardan boshqa yana Yevropa parlamentining Maryam Leksman va Angin Aroğlu qatorliq a'zolari va yana Erkinlik sariyi, Xitoyda kishilik huquqni qo'g'duvchilar, Tom Lantos kishilik huquq fondi qatorliq kishilik huquq organlarimo chaqiriq e'lon qildi. Yuqoridagi organlarmo Gulshan Abbos xonim va shuningdek begunoh mahbuslarning shartsiz qo'yib berilishi kerakligini ta'kidlashgan. Gulshan Abbos xonim Xitoy doiralari tomonidan 2018-yil 10-sentabr kuni yana singlisi Roshan Abbos xonim Amerikadagi Hudson institutida Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulm haqida so'z qilib, 6 kundan keyin g'oyib qilib etilgan. Oradan 2 yildan ortiq vaqtdan keyin uning Xitoy hukumati tomonidan sotlanib 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi oydinlashgan. O'tgan oy BDT kishilik huquq kengashining xohlagancha tutqunga qarshi turish xizmat guruhi Xitoy tomonidan tutqun qilingan tipik 3 delo haqida tekshirish doklad e'lon qilib, Xitoyning atoqli jurnalist Qurbon Mahmud, Bag'dosh to'rining qurg'uvchisi Akbar Asad va doktor Gulshan Abboslarning delosida xalqaro qonun, ahdnoma, hatto Xitoyning ichki qonunlariga xiloflik qilganligini e'lon qilgan edi. New York vaqti gazetining 12-iyundagi obzorda aytilishicha, shu kuni Saudiya Arabistonining sohibxonligida chaqirilgan 10-navbatlik Arab-Xitoy savdo munbiri oyoqlashgan hamda necha yuzlagan Xitoy shirkatlarining vakillari 10 milliard Amerika dollaridan ko'proq mablag' silish kelishimlariga imzo qo'ygan. Bu ahvolning Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Saudiya Arabistoniga xizmat ziyoratining oyoqlashiga ulgurib o'tirg'i chiqishi har sohaning diqqatini qo'zg'amoqda. Obzorda aytilishicha, bu qitimqi savdo munbiriga qatnashgan Xitoy shirkatlarining ko'p qismi Uyg'ur majburiy emgaki sababli Amerika hukumati jazo e'lon qilgan hamda qora tizimlik olgan shirkatlar ekan. Saudiya Arabiston energiya guruhining raisi Muhammad Abu Nayyan bu haqda muxbirlarga so'z qilib, dunyoda ishonchli savdo sheriki izlaguvchilar uchun eng yaxshi nomzod Xitoy Xalq Cumhuriyati hisoblanadi degan. Energiya vaziri Abdulaziz bin Salman Saudiya bilan Xitoy o'rtasidagi buncha quyuq munosabatga bo'lgan tanqidga qanday qaraydiganligini so'raganda, bu ishlar uchun bizning parvoyimiz palak deb javob bergan. Al-Arabiya gazetining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, bu yillik munbarga 3 mingdan ko'proq kishi qatnashgan bo'lib, Arab davlatlari ittifoqi qatorliq ko'plagan tashkilotlar buningga yordamlashgan. Saudiya Arabistonining tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farhan Al-Saud muxbirlarga so'z qilib, biz Amerika bilan bo'lgan yaqin munosabatimizni qadrlaymiz, ammo eng chong savdo sherikimiz bo'lgan Xitoy bilan yiroqlashib ketishni xohlamaymiz degan. Saudiya Arabiston garchi islom dunyosida bayroqdor mamlakatlardan bo'lsa-mu, Saudiya hukumatı Xitoy bilan bu xil quyuq iqtisodiy aloqada bo'lib kelmoqda. Shu tufaylidan Sharq Turkistonga qirg'inchilikqa qarshi turish izchil turda musulmonlar dunyosining qo'llashiga erisholmay kelayotganligi ma'lum. Yaqinda Arab davlatlari ittifoqining vakillari Urumchi va Qashqarda ziyorati bo'lgandan keyin Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishni madhiyalashga o'tgan edi. Merkez Germaniyaning Berlin shahrida bo'lgan Mercato Xitoy tadqiqot instituti tomonidan yaqinda e'lon qilingan tadqiqot dokladida Xitoy hokimiyati 2021-yil ma'qullagan chet elning jazosiga qarshi turish qonunining tuzilishi, ijro qilinish doirasi va oqibati haqida nihoyat tafsiliy analiz qilingan bo'lib, dokladda ko'rsatilishicha, Xitoyning bu qonuni asosiy jihatdan chet ellarda Uyg'urlarni qo'llayotgan shaxs va organlarga qaratilgan. Dokladda bayon qilinishicha, Xitoyning chet elga qarshi jazo tadbirlari to'g'risida ilgari tajribasi yoki siyosati bo'lmaganligi uchun
2018 yılı qadar chet ellarga qartilgan jazolar asosan diplomatik norozilik bayonotlari e'lon qilish bilan cheklanib kelgan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdorush portlab, 2018 yılı Trump hukumati Xitoy mollariga qarta tamojna mejini o'stirish va eksportni cheklash tadbirlarini yo'l qo'ygandan keyin Xitoy bu sohada jiddiy izlanishga boshlagan. Ham Amerika qarta o'chilish xarakterlik ba'zi jazolarni qo'llangan. Ammo u chaqlarda Xitoyning jazolarining aniq bir qonuniy asosi yoki prinsip jihatdan belgilamasi bo'lmaganligi uchun yurgizgan jazolarining ko'rinarli roli bo'lmagan. Dokladda bayon qilinishicha, 2020 yildan boshlab Amerika, Angliya va Yevropa ittifoqi Uyg'ur irqi qirg'inchiligi bilan aloqador bo'lgan bir qism Xitoy amaldorlariga, Xitoy organlariga ham shirkatlarga qarta jazo yurgizgan. Buning bilan Xitoy darhol harakatga o'tib, 2021 yili chet elning jazosi qarshi turish qonunini tuzib va ma'qullab, chet elga qarshi jazoni yo'l qo'yishga boshlagan. Shu yili Xitoy, Amerika va Yevropa ittifoqidagi bir qism siyosiyonlar, diplomatlar, kishilik huquq organlari, tadqiqot markazlari ham davlat arboblariga o'chilish xarakterlik jazo yurgizib, o'zlarining qizil siziqlarini bekitgan. Masalan, 2021 yili 3-oyda Xitoy Uyg'urlar masalasi sababli Yevropa ittifoqidagi 10 shaxs va 4 organga, Angliya, Amerika, Kanadadagi 9 shaxs va 4 organga qarta o'chilish xarakterlik jazo yurgizgan. Ular Uyg'ur irqi qirg'inchilik masalasi bilan aloqador bo'lgan Xitoylarga qarshi tadbir va jazo yurgizishda aktiv rol o'ynagan shaxslar edi. Mercato Xitoy tadqiqot instituti mush chaqda Xitoyning jazosiga uchragan 4 organning bir qatoriga kirgizilgan. Xitoy 2023 yilga qadar yana Uyg'urlarning ishlariga, Hong Kongning ishlariga, Tibetliklarning ishlariga aralashgan va Tayvanga ziyoratga borgan Yevropa va Amerikalik bir qism kishilarga qarta jazo yurgizgan. Dokladga asoslanganda, Xitoyning chet ellarda yurgizib kelayotgan jazo tadbirlarini asosan tovan kuch nuqtaga markazlashtirish bo'ldi ekan. Birinchisi, Xitoy davlati BDTga doimiy a'zo 5 davlatning bir bo'lganligi hamda rad qilish huquqi bo'lganligi uchun xalqaro masalalarda o'z manfaatiga taqishilgan ahvollar ko'rilganda rad qilish huquqini ishlatdi ekan. O'z manfaatiga bevosita taqashmaydigan, ammo ittifoqdoshlarining manfaatlari bilan aloqador masalalarda yo betaraf turib oldi ekan yoki qarshi ovoz berdi ekan. Masalan, Xitoy BDTda Rossiyani jazolash qarori ilishga izchil to'sqinlik qilib kelmoqda ekan. Ikkinchisi, Xitoy hokimiyati Uyg'ur, Hong Kong, Tayvan masalalari orqali Xitoyning ichki ishlariga aralashgan chet el diplomatlari, davlat arboblari, kishilik huquq faoliyatchilariga qarta tizimlik elish, viza bermaslik, Xitoy tavasi kirishini cheklash, mol mulkini to'ngiltish, Xitoy shirkatlari bilan savdo qilishni ma'ni qilish qatorliq jazolarni yurgizdi ekan. Bu xil jazo yo'lovchilarning oila tavobatlarimi o'xshash muomalaga uchraydi ekan. Üçüncüsü, Xitoyning ichki ishlariga aralashgan va Xitoy manfaatlariga ziyon yetkazgan, Xitoyni ayblagan savdo shirkatlari, kishilik huquq organlari, tadqiqot markazlari, ommaviy qurilishlarni qora tizimlikka elib, ularga Xitoy shirkatlari bilan savdo qilishni ma'ni qilish, Xitoy kirishini cheklash, mollarni import qilmaslik, Xitoydagi mol mulkini to'ngiltish qatorliq jazo tadbirlarini qo'llandi ekan. Biroq Xitoy ba'zi jazolarga tushuncha bersimi, yana ba'zi jazolarga hech qanday izohat bermay, o'zlarining jazo tadbirlarining muqim bir qilib yo'qligini oshkorlab turdi ekan. Darvaqa 2023 yili 6-oyning 6-kuni Yevropa ittifoqi jazo qarshi qurolni e'lon qilib, Xitoy kabi mustabid davlatlarning iqtisodiy bisimlarga taqobil turishning ijobiy qadamlarini bosgan edi. Xabarlarda o'ttirib qo'yilishicha, hozir Yevropa ittifoqi Rossiyani harbiy sohalarga kerakli xom ashyolar bilan ta'minlayotdi deb qarayotgan Xitoyning bir qism cho'ng shirkatlarga qarta jazo tadbirlarini yo'l qo'yishni jiddiy muzokara qilmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.